Vrach reproduktolog bilan savollarga faqat ha yoki yo'q deb javob beramiz. Ekoda bola jinsini tanlasa bo'ladimi? Ha, agar embrionlar oldindan genetik tekshiruvdan o'tkazilsa. Ekodan keyin onkologiyaga risk kuchayadimi? Yo'q. Haqiqatda eko patsientlarda onkologik muammolar biroz ko'proq uchrayotgan, lekin bu muammoni sababi eko emas, balki ularni uzoq muddat bepushtliklari yoki shu bepushtlikka sabab bo'lgan kasallik oqibati sifatida deb xulosaga kelingan. Embrionni irsiy kasalliklarga tekshirsa bo'ladimi? Albatta. Genetik embrionlarni bachadon ichiga o'tkazishdan oldin maxsus genetik tekshiruvlardan o'tkazsak bo'ladi. Tabiiy yo'l bilan bo'lgan farzand eko orqali bo'lgan farzand bilan farq qiladimi? Yo'q, aksincha, shu o'rinda bitta patsientim esimga tushib ketdilar. O'tgan hafta как раз qabulimga kelgan edilar. 7 oylik farzandlari bilan ekodan keyin homilador bo'lganlar. 7 oylik bolachalari davno уже oyi, ada deyotgan ekan. Ekodan oldin erkak kishi ham tekshiruvdan o'tishi kerakmi? Ha, albatta, chunki embrionning yarmi materialni otasidan oladi, yarmi onasidan, yarmi otasidan. Ikkala tomon ham sog'lom bo'lishi ekoning rezultatini yanada oshiradi.